Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar, keng assortiment so'ragan jigarlarim. Xudo xolasa, aka Sardor akam yana usulli variantda ishlashni boshladi. Sababi xudo xolasa musulmonlar bayrami, Hayit bayrami boray bo'lsin. Mana Hayit o'tgandan keyin o'sha ishlar qizg'in, qaynoq boshlanishni boshlaydi. Xudo xolasa ibodat qilib, duoni qilib, maza qilib gunohlardan forig' bo'lgan jigarlarim maza qilib ishni qiling, soqqan soqqaga uring, chorvador aka-ukalar chorvani oling, boqing, xudo xolasa musofir akalarim mana sizga nima desa bo'ladi? Asl imkoniyat deydi-yu. Inshaalloh akalar mollarni old tomonlama so'ragan aka-ukalarimizga ham absolutni sog'lom har birini birma-bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan optimchi va arzonchi Sardor akamning xonadonlariga yetib kelganmiz akalar. Video rolikni oxirigacha ko'rasiz. Tarbiya ko'rib turgan variantdagi buqalar, dalabob, xunojillar barchasidan video rolik davomida tanishtirib boramiz. Buni mol bilmayman, hozirda o'sha baliq bo'lib ketibdi. Inshaalloh akalar baraka topadigan variantdagi mollar yetib kelgan. Video rolikni oxirigacha ko'ring. Sardor aka arzonchidan batafsil ma'lumotini olib boramiz. Sardor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oybekning ashaddiy obunachilari. Biz qaytdik. Aka endi o'zi orada yengil rozada damog'angiz yetdi. Endi aka xudo xolasa ishlash. Partiyalarimiz pash tugadi. Deyarli tugadi. Svej 70 ta mol bilan qaytdim. Xudo xolasa. 69 ta 70 ta. Puli yengil, like turib turinglar. Videoda orqacha ko'rib. Baragasini bersin. Aka mollar nimadan sinovdan o'tdiymoqchimog'i? Somondan sinovdan o'tdi. Endi silosma somon tashlaymiz. Video tugagandan keyin xudo xolasa. Xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, Oybekjon. Hop. Bugun hop, molni narxini qo'yaman. Doim aytaman-ku. Unchomchasi rezinkasi qochadi. Bugun xudo xolasa men 21 ta molni birinchi partiyaga 21 tani qo'yaman. Voy mashalloh. Bir joyga tars vodiymi Samarqand, Xorazm, Buxoro qizig'i yo'q dastlabki. O'zbekiston hududi bo'lsa bo'ldi, ha? Lampochkasi bo'lsa bo'ldi deydi, darvozasi bilan. Darvozasi bilan lampochka yonib tursa bo'ldi deydi, yetib boradi mol. Kattadan boshladik. Aka, doimida yerigidan boshladik. Akalar, mana buqalar yemga o'zi tayyor. Sardarbek 10 million pasta mol chiqarsammi desa, 10 pasta novoslar bor. 8 million pasta xunojillar bor. Videoda oxirigacha ko'rib turibsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar. Voy, Sardor akaning xarakterini bilasiz. Mol ko'rinmasa, yechib ko'rsatilmaydi bu. 70 ta molni yechib ko'rsatguncha aytgacha bo'lib ketadi. Tas aytadi, qo'ralarga qamaymiz, yemoq-ichmoq hamma videolarni tashlab berilaveradi jigarlar. Bittadan like-ni bosish esdan chiqmasa bo'ldi. Ketdik mana. Realni mana nima deyapti mana. 1.15 ziyod turibdi. Metr sal zing'ani hisobi 1 daqiqa qilib olavering. Sababi realni yotqizib ko'rsatib qo'yyapmiz. 1.10 plyusga olasiz. Ha, u metrida mol ko'ryapsiz akalar, ketdi. Birinchisi aka. Jonivorlar. Mana ikkinchisi. Ikkinchisi. Molni oyoq qo'li sifat sortiga alohida e'tibor berasiz. Uchinchisi. Ha, jonivor. Mana ola bo'lachi, mana ola. To'rtinchisi. To'rtinchisi. Beshinchisi. Jonivorlar, Endi mol arqonga tushmagan. Shu molni badani ham zo'r ekan. Hamma yo'q zo'r, molni qarang, turishim. Arqonga tushmaganda. Endi hali aka bilan yeylik. Oltinchisi albatta. Ko'rsatib beraman, o'zi turadi, qarang. Oltita, mana 7tisini qarang. Yettinchisi. Mana karakasini qarang. Akalar, mol sifat sorti yomon emas. Mana 8ni qarang. 8-inchisi jigarlar, ko'ring. Mana qarang. Suyagini, korpusi qarang. Ey, barxirog'i. 9. Lekin suyagi yaxshi. 9, mana 10. 10-inchisi akalar, oyoq qo'lni polvonlikka alohida berasiz. 11. Mana 12. 12. Mana 13. Bunday 14. 14. Ko'ring, mana 14 ni ham. 14 ni ham 15. ideal. 15. 16. Jonivorda, ko'ring. 17. Mol bilgan, tanigan odam o'zi ko'rganda ham biladi. 18. 19. 20. 21. Endi akalar mollarning ustki qismlarini bir qator ko'rsataman. Ko'ring, yelka qismlarini har bir akalar birinchisi metr o'lchab qarang. Hop, 20 tasi Oybekjon. Hop. Biri 10 ziyodda. Biri 5 plus. 20 tasi, 20 tasi. Buni eng kichik bir donasi 1-2 sm. Lekin buni endi bo'yiga tortishib bo'ladigan mol emas, bo'ldi gap. Endi ko'rsating. Aka, ustki qismlarini, kalla boshlariga alohida. Mana shuni ham shoxi o'smaydigan to'mtoq shoxdan ekan mana shu mollar aka. Ko'ring, hamma yeri akalar ideal o'ziga yarashib turgan holatda jonivor. Bundaqa akalar novot ranglari yana kelishni boshladi. Buqani boqib yurgan, tushungan aka-ukalar
boqqan inson baraka topadi. Sardor aka 20 bitta chorvangizni aytdi, dedi, oldi g'oshisi yo'q. Gapiring aka. 20 tane. Oybek mol krasavchilarga. Krasavchilariga kelgan. Gapiring aka. Kimgadir shu mol. Hop. Dengel gapiraymi? Dengel gapiring aka. O'z dengelchisiz, yarimta gapiring. 16 millionni olsin, maza qilsin. Yana o'tib berasizmi savdo? Qancha o'tib beray? 500 ming o'tib berasiz. 15 15 o'tib beraman. 500 ming o'tib berasiz. Bir joygami? Ha. Bo'ldi, men 15,5 million. Bergan bor. Voy, oshigan qo'l dalil ishlamaysizmi aka? Siyg'anib ketib qoldi. Nimaga? Yana bittani. Bu zo'r o'lyaptimi? Like turib bosib turing. qo'yishsa. Mashina ham qimmat desa, yana o'tib ham beraman. Ye, Sardor aka. Telefon qilsa bo'ldi. Voy, alaylar chiqib, "Ey, men 5 so'm 4 so'm qo'ymayman" deyapti aka. Siz boshlagansiz birinchi 500 dan Men aytyapman. Meni kanalimga birinchi siz boshlagansiz 500 dan. Men aytyapman, men 500 dengel mashina 16 million narsa Oybekga chiqadi deganda, kami bor deb. Mana o'zini o'ltirmam. 15,5 millionni yana kamini qilib beraman. Baragasini bersin. Bizda 100 ming 50 ming o'tilmaydi. 20 bittan tortdim deganiga 15,5 million kami bor. Hop. Bir joyga olsin, yakkalabga kelishamiz. Kelishgan holatda akalar ko'rib turibsiz. Endi har birini holatdan kelib chiqib, Albatta. gap bo'yda emas. Misol, yiriklarini 15,5 dan bersalar ham 17 meydada undan ziyod beriladiganlari bor. Bor. Faqat holatidan kelib chiqib, to'g'ri. Iloji boricha bir joyga olsin, kelishamiz, xudo xolasa. Mazza qilib olsa 10 tani olsa, olsa 5 tani, olsa 20 bittan sotamiz. Gap so'z yo'q. Otangizga rahmat aka. Xo'p, ikkinchi partiya. Navbatdagilari. Bismillahirrohmanirrohim. Jonivorda, Endi mana shuni qarang. Molli badallari ham aka. Nima deyapti? Bu katta buqani suni beryapti. Navbatdagilariga kirdik. Bu yerdan bor ekan. Mana ko'ring. Mo'malla badanni. Ha? Badan yomon emas-ku. 1-2 sm jigar. Ketdi, 1-2 sm. 1-2. Mana qarang. 1. Birinchisi akalar. Mana qarang, 2. Mana yap bo'lah mol. Jonivor. 3. 3. Mana shuni qarang. 4. 4 tani bir savol qo'yamizmi, Sardor aka? Xo'p. Qo'yaveramiz. Qo'yig'isi yo'q. Ba 4 tani aytib qo'y. 1 4. 1 pilis ekan. Hop. Gapiring keyin 1 metr chiqishi mumkin. Hop. 15,5 buni qo'ydim optimiga. Buni bir joyga olsa 14,5 milliondan. Bular savdosi bor yana. 14,200 ming so'mdan. Baragasini. 14,200 dan. Qarang. 3 tomolga уже 100 dollar gapirib qo'ygan. Endi qarang. Bu 4 ta 14,200 dan. Yo Sardor, menda 3 ta moling bor ekan, 7 ta qilib olaman deganiga buni ham narxini aytib ketaman. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Bu akalar bu asli buni holati ham yomon emas. Yo'q, bir xil mana qarang. 1. Mana 2. Mana 2, mana 3. Mana mol korpusidan qarang. Yapalahligi zo'r mol. Mana molni qarang. Mana molni. Jonivor. Ko'ring, haqiqatan gap bo'ldi. Bir-biridan zo'r mollar. Jonivor. Ko'ring, badanda. Jonivor. Aka, bo'ldi, 7 ta qilib olaman degan odamga gapiring, bo'ldi. Bu mol o'zingizdan qoladi. Albatta, bu ikkinchi partiya 4 ta, uchinchi partiya 3 ta oldi. 13,5 milliondan. Yana savdosi bor, Sardor aka. 3 tane. 13 milliondan, hop. 13 million 500 dan. 13,5 million so'mdan, hop. Savdosi bor. Hop. 4 ta 14,200 dan 14,200 dan, hop. Buni 13,5 qo'ydim. Sardor 7 tani qilib olaman deganiga. Hop. Dengel 13,5 million kamini ham qilib beraman. Baragasini bersin. Ana bu gap boshqa bo'ldi. O'zi siz hali ixtiyoriy majburiy og'izdirib berasiz, sababi o'ylaydi. 4 ta yiriga turibdi. 3 ta meydasini pulida beryapti. Yana o'tib ham beraman deyapti. Jichchadan o'tib berganda ham bunday qilsam, "Ona mollarni mendan qadam bermaydi" degan savol bu odamning miyasida aylanadi-da. Libbojaga solishtirsa oladigan odam keyin 7-siga qarz olsa ham oladi. Xudo xolasa bugun molni aksiya narxida qo'yyapman. Sabab ertaga hayit bayrami, xudo xolasa bugun yakunlaymiz. Bitta damda olaylik. Haqiqiy musulmonlarning bayramida maza qilib damda olaylik. Mana da og'a beylar ham molga qarab ishlarmidi? Damda olsin-da, og'a bey. Hayitlik ketyapti. Like bosib qo'yishsin, ha? Obuna bo'lib, podpiska tugmasini ezib qo'yishsin. Tas etkizib sotamiz. Otangizga rahmat. Akalar, xudo xolasa mana ketdi. Bu yog'ida yoshlari arzon o'sha 9 million atrofidagi buqasi 10 million pastga so'ragandagi. Necha aka? 95. 95. Aka, ko'taring kayfiyatni. Bismillah. Aqlda ko'karmaydi. Ikkita. Chiroylab Sardor, otangga rahmat. Havas qilib qo'ydim fermanga deb. Yozib qo'ying, baxilda ko'karmagan ko'karmaydi. 6 ta. 7 ta, 8 ta, 9 ta. 90 dan 95 gacha olsin. Vallahi iliklari, oyog'ini stoykalarga alohida e'tibor berasiz, Allohim beradi har biriga. Bandas qilib qo'ya olmaydi. Siz Sardor akamni yomonlaysizmi, yaxshilaysizmi? O'sha hazillashib kuniga kerak bo'lsa 100 ta molni sotib yurgan odam sotib qo'yaveradi.
baxilda bog'i ko'karmaydi. Akalar, like-ni bosib, akamga havas qildim deb yozib qo'ying, Alloh yetkazadi. Aka, bu chorvangizni shu gaplarga erib ketib, ko'ngildan nech pul qo'yib berasiz, aka? 11 milliondan kamini ham qilib beraman, savdosiga ham qilib beraman. Balagasini bersin bo'ldi. Boshqa biroz gapirma. 11 milliondan kami ham bor, savdosi ham Bo'ldi, bor. otangizga rahmat. Bizda xayri halisi yo'q, kami bo'ladi. Ikkinchi kim mayda chuda qilinmaydi. Sardorbekda xonadonida unaqa bo'lmaydi. Yo'q, Dangil 2 gaplashiladi. Ketdi aka. 4 O'zi yosh degan ko'kalarga men qarang. Oyoqni ko'ring, bunday oyoq tushishini nuqsoni yo'qda oldim deb oyog'i mana qo'yib qolmagan mana. Tekkiz kelyapti. Ketdi aka. 5 tasini. Qo'ychi, voychi, aytdim qaytdim yo'q aka. Gapiring. Xo'p, uni ikkitasi yoshroq, Ikkitasi maydaroq, 3 tasi yirikroq. yirikroq. Og'iz burunlari absolyutni toza holatda aka. Bitta obunachimiz 5 tani maza qilib olib qo'ysin. Hop, nima deymiz? Keling. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, 3 tasi bekorga qolib ketadi kuziga. Alloh nasib qilsa. Hop. Xo'p. 9 million 500 mingdan kamini ham qo'yib beraman, savdosiga ham qo'yib beraman. Balagasini bersin. 9,5 million so'mdan 9,5 million. Kami ham bor, savdosi ham bor. Aka savdosini normal o'tib berasiz lekin. Bizda mikil-shikil gap bo'lmaydi. Dengilga 5 tani dengil. totdim deganga chiroyli o'tib berasiz. O'tib beriladi bizda. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Endi Alloh nasib qilsa, mana hunojirlarga o'tdik. Hunojin so'ragan ko'kalarimiz bormi? Biz hunojindan boqamiz, faqat Mazza qilsin. Qoch qazolmagan degan ko'kalarga Bugun hunojindan bor jigarlar. 80 plus. Bo'ldi, 80 Bir, lekin 4 burchak hunojin. Lekin 4 burchak haqiqatdan. 3, Ha, ustini ham ko'rsataman obunachilar. 5, Haqiqatan 4 burchak. 6, 7, 8. 8 tasi. Oxirgi shvedda tugayapti mana. Ust qismlarini bir qator ko'ring molni. Mana ko'ring. O 4 burchak deganingiz ko'ring, yilki holatlari ham normalni kelgan ekan akalar molni. 8 ta hunojinni tashab qo'yaman. Shu Sardarni ich bilan qo'yar ekan deb turgan akalarga. Qo'ybejon, ket. eng mayda hunojinlari 8 kere 8 64 bo'ladi. Agar 8 milliondan qo'ygansiz 8 tasi 64 million pul bo'lishi kerak ekan. yo'q. Bizda 8 million yo'q. Dangal gap. Bitta yaxshi qisir sog'liqni puliga beraman. Qani bu teshiklikchi 7 million 400 ming so'mdan kami ham bor, savdosi ham bor. Bardingiz. 7 million 400 dan libojaga solishdi. Lekini bor. Bu marta mollar bor 7 millionga. Lekin bu mol emas. To'g'ri. Aytasiz-ku, ey, aka. Yaxshi narsa arzon emas, arzonnisi yaxshi emas. Bu libboy sohaga tegishli. Albatta. Libojaga solishdi. Xohlang bu stroyka qurilishida bir sheperda olasizmi, xohlang chorvadan mol qo'yda olasizmi? Terak bilan qarag'aydi farqi bor. Shunaqa. Albatta. Ikkalasi ham material, to'sin Ikkalasi ham ishlaydi. material, albatta. Gapir qayergadir ishlaydi. To'g'ri, bo'ldi. Bu gap tushungan. Biz birovda ishiga aralashmoqchi emasmiz. Faqat tushungan, bilgan odam olaveradi. Albatta. Ketdi akalar. Hoji aka like turib qo'yamiz qani? 92 sm. 92 sm Albatta. mollarimiz boshlanyapti aka. Birinchisi molni qarang. Ketdi akalar. Ikki. Ko'ring. Cha oriq-tiriq mollar ham bor. Yo'q. O'rtacha sostenasi yaxshi holatdagi mollar ko'ring. 6 buni o'ta hurkak ekan. 6, 7, 8, 9 ta. Keyingisiga 9 ta. Endi bu mollardan akalar bir qator ust qismlarini ko'rsataman. Mollar ko'ring. Jonivorlar. Nima deyapti aka? Ol meni boq deyapti. Mana shu yerda bitta mol ko'rdim. Ochiq sohasi dahshat ekan mol. Mana ko'ring. Mana shuni sigir qilishga tavsiya qilaman men o'zim. 9 tasini aka nechi chiqdi oxiri? 95. 95. O'ybekjon qarang. Mana moldi. Mana mollari. Siz ko'rsatgan molingiz men 5 qo'l beravermasda. 9 ta molga 5 tasi bo'pti, zo'ri. 5 tasi bundayroq. Shularni yakkalab ajratib chiqaritganlarim yo'q emas. Lekin men o'zimni bilaman. Aka men 10,5 million, 10 millionga o'tib beraman desam bo'laveradi. Hop. Dangal odamga dangal qo'yaman. Gapiringiz. Bir og'iz gapiring, men qo'yaman. Tilingizda sho'yman baribir. 9 tani. $8,5 million. 8,5 milliondan? Yo'q. Dangal maza qilib mana shu nojinda oldim ekan 8 million 300 dan qo'yib beraman. Balagasini bersin akalar. 8 million 300 mingdan men 8,5 milliondan darim bo'ldi dedim, gap so'zi yana tushirib berdim. 8 million 300 ming so'mdan. Otangizga rahmat. Aytayapman. Aka, solishtirish olsin. Otangga rahmat Sardar deb duo qilib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Mana. Ikkinchi partiya hunojillar. Bo'laveradi, lekin yomon emas. Hozir 9 ga 8 ni qo'shib 17 tani olaman deganga 8 million pastda javob ish bitadi, Sardar aka. Bitadi. 1 metr. Javob bitadi, 8 million pastda ish javob bitadi. Bitiraman. Bitmasa bitiraman. Inson aytgan olmaydi. To'ppa-to'g'ri. Bitta kim aytadi, illa kim aytadi, o'zimiz ko'tarib ursak ham biz aytgan bo'lmaydi deydi. To'g'ri. Qo'y sohasida kimdir aytadi. O'zimizda saroyda qo'y sohasida kimdir aytadi. O'zimiz ko'tarib ursak ham aytganimiz bo'lmaydi deydi. Albatta, metrga chiqqandir bu mollar. 1 metr. Shu ana o'zi bilinib turibdi, yerigroq variantdan 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ta. 10-inchisi ham lekin uzun narsa ekan, bormi? Mol konkret do'qol. Kelar molni uch qismlarini ko'ring. Endi bitta narsa bor. Baribir qishda Biri moli 7. degan, qishda moli degan gap bor-da. Mana ular sekin tulaydi jonivorlar. Tushunyapsiz-a? Qishda moli iloji endi qishdan hammamiz Albatta. kelyapmiz. Hozir ham mana egnimizda jimpir turibdi. Sababi havoni holatiga kelib chiqib. Bular ham sekin tulaydi akalar. Jo'ra Aka. 1 7 sm. Hop. Biz o'sha gap-gapda hali ham turamiz. Bunlarning foydasi qiziq emas menga. Qani bitta eshitaylik-chi. Narigilarda isbot bilan bo'ldi. Bularda qani nima bo'lardi? Mana shu mollar o'zingiz qo'yib berasiz, uni 1 7 sm. 12,5 million, 13 million qo'yyapti. Qo'yganlar bor. Kerak bo'lsa 18 ham qo'yadi. Qizig'i yo'q menga, u qo'ygan farqi yo'q. Holatidan kelib. Dangal gapiring. Dangal. 11 qo'yayim. O'tib qo'yasiz, bo'ldi. Qancha o'tadi? O'tasiz. Bilmayman qanchadan o'tasiz. Hop, nechta mol 10 tami, 8 tami? Yo 10 tami? 10 ta. Bo'ldi, 2 million o'tib qo'yasiz. Ha? 2 million. Har biriga. Yo, har biridan 2 million. Tintagan biladi. Yo, 2 milliondan bu. Hozir qarang, 11 dan 2 million o'tib qo'ysangiz bo'ldi, Oybegingiz o'zi haydab ham chiqaveraman uygacha aka. Bo'ldi, 1 million o'tib qo'ydim. Baragasini bersin. Nima deganingiz? Har biridan 1 million o'tib qo'ydim. Chiqmadim o'zi. Mana. Aka. Har biridan 1 million o'tib qo'ydim mol. Qancha meni 100 millionga sotdim. Meni miyamda aldashmasdan qayda to'g'ri gapirib 10 milliondan. puldan 10 milliondanmi aka? Baragasini bersin. Nima bo'ldi? Gap boshqa bo'ldi. Yoriverdingiz. Gumbillatib qo'ying. Yoriverdingiz. Bugun Oybegingizning kanali portlab yonveradi. Xudo xolasa. Bo'lishi mumkin. Oxir partiyamiz obunachilar qo'llab-quvvatlab, qaysi mol yoqsa, aloqa chiqarsa, like turib, obuna tugmani bosib qo'yinglar. Bir hafta yemoqchiman kafolati bor. Otangizga rahmat. Aka, Sardor aka xudo xolasa yana o'z ish faoliyatini boshladi. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasiz. Baribir Buqani sultonlari xunojinda yaxshilari kelgan akalar. Bo'rdoqiga yaxshigina daromad qiladigan buqalar kelgan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.